Assalomu alaykum namanganchalik kuzatuvchilari. Sizlar uchun bugun juda ham katta yangilik Tiggo 8 gibrid avtomobilini obzor qilib ko'rsatib beraman. Ushbu avtomobil polni bak benzin hamda elektr quvvati bilan 1200 km yo'l bosib o'tadi. Elektrda 120, plus-minus atrofida, gibrid holatda 1000 km dan oshiq yuradi. Salon qismiga alohida e'tibor berasiz. Juda ham chiroyli dizaynda chiqqan. O'rindiqlar isitadi, sovutadi ham. Obshivkalari ham juda ham chiroyli dizaynda, podsvetkalar 64 xil yonadi bu mashinada. Kattagina monitor ketgan, bu tarafda голосовой управлениялari ham mavjud. Bu yoqda беспроводной zaryadnik, barda xolodilnigi mashinada. Keyin materialga ham alohida e'tibor berasiz. Koja bilan kombinatsiya qilingan. И mashhur rangi 64 xil yonadi mashinada. Juda ham chiroyli dizaynda chiqqan. Kattagina panorama tom mavjud avtomobilda. Bu 7 o'rinliqli bo'ladi. Yangi chiqqan gibrid, parallelniy gibrid hisoblanadi. Hozir bu oxirgi surilgan holatda. Bularda sahran sidinalari ham bor. Bu tarafda 7-o'rinlig'i ham mavjud. Avtomobil parallelniy gibrid bo'ladi. Parallelniy gibrid bu nima degani? Yo'lda ketayotganingizda elektr quvvati qolmasa ham o'zini o'zi zaryadlab ketadi. Ya'ni ot kuchi pasayib ketmaydi. Orqa dizayni ochilish yopilish elektronli bo'ladi mashinada. Qo'lingizni qisib qolmaydi, bezopasniklar bor. Sразу orqaga qaytadi. Yosh bolalar uchun ham juda ham mos keladi. Ya'ni qo'li qolib ketmaydi, e'tibor berasiz. Sразу orqaga qaytadi. Oldingiga nisbatan juda ham chiroyli chiqqan dizayni, saloni ham juda kruto chiqqan. Balonlari ham yumshoq almashtirmaysiz. Bu mashinada hadvoyi alohida yamaga tushib chiqadi. Ya'ni bitta balon yamaga tushsa, qolganlariga sezdirmaydi. Eshik ochilishlari ham shu tartibda. Menga to'g'risi salon juda ham yoqdi. O'rindiqlar polni elektropaket bo'ladi. Isitadi, sovutadi, aytib o'tganimizda podsvetkalari men yonishiga maza qildim. 64 xil yonadi. To'g'rimi? Oldi dizayni. Avtomobil narxi 399 million 900 ming so'm. 30% ni to'lov qilib rassrochkaga olsangiz bo'ladi. Rassrochka muddati 36 oygacha bo'ladi. Bossangiz to'lovingizga qarab uzayib boradi rassrochka muddatlari. Agar siz avtomobil qiziqtirgan bo'lsa, manzilimiz Namangan shahar, Do'stlik bozori, Promzonaning yo'lida. Pastda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling, sizga to'liq ma'lumotlarni berishadi. Eng qulay bo'lgan tartiblarda faqatgina adaymasdan Namangan shahri siz uchun chiqazib boradi. Hamma avtosalonimizda kutib qolamiz.